Qaranglar, 30 tonna sementimiz Samarqandlik akalarimizdan ehsonga keldi. Alloh rozi bo'lsin. Bizga endi turbalar kerak bo'ladi, chunki suv birinchi kirgizib olishimiz kerak. To'g'ri ko'rayotganlaridek g'ishla keldi yana. Hozircha shipr kerak. Shipr bo'lmasa tunka kerak. Mana shu joyda hamma sementlarimiz, narsalarimizni yomg'irdan saqlash uchun navesli joy qilishimiz kerak. Qaranglar, mana shu uzun yo'limizda bizani kirib kelish xodimiz. Mana shu yo'ldan mana shu uylarimizga kirib boradi. Endi shu yo'limizdagi birinchi biz turba tashib olishimiz kerak, suv olib kirishimiz kerak. Turba ehson qiladigan odam bo'lsa, inshaalloh aloqaga chiqinglar. Esingizda bo'lsa, bittasiga 3 ta emas, 4 ta mashina to'kilgan edi. Hozir yana 1, 2, 3 ta to'kildi. Inshaalloh bismillah deb ishlarni tezlashtiryapmiz. Hozirda qurilishga ruxsatnoma chiqish kerak. Ruxsatnoma chiqqanidan keyin ishlarimizni bismillah deb yana ham qaynaydi. Biz qurilishga ruxsatnomani kutyapmiz. Qancha tez chiqsa, duo qilib qo'yinglar. Biz shuncha tez ishni boshlaymiz. Aytgancha, ishoning, 1000 so'm ham, $100 ham, hatto 10 000 so'm ham, hatto pul bo'lmasa shu videoga like bosib ham, story qo'yib tarqatish ham bitta ehson.